Covidga chalinganimda shunaqa bo'ldiki, yoz oyi edi. 10 kun uyda davolandim. O'sha paytda tez yordamlar ham kelishi juda ham qiyin bo'lib qolgan edi. O'sha 10 kun uyda davolanganimda yaxshi tomonga emas, orqaga ketaverdi-da. Ya'ni keyin tez yordam chaqirib, Tapoyich, ya'ni Ergashev nomidagi 4-sonli klinikada yotdim, davolandim. 2-3 kun ichida o'zimga kela boshladim-da, o'sha yerda hamshiralar, shifokorlarga kattakon rahmat. O'sha hayotga meni qaytardi. O'sha kislorod baloni, kislorod menga ancha foyda berdi o'shanda. Bilasizmi? O'sha kunlarni eslasam, nima deydi? Hayotimning oxirgi kunlaridek men uchun shunaqa kunlar edi. Ya'ni o'limni bo'ynimga olgan edim. Chunki menga aytishgan ediki, o'sha kasalxonaga kelganimda o'pkangiz yarmiga ishlayapti debdi. O'sha ozgina yursangiz ham hansirab, charchab qolish holatlari bo'lar edi. Lekin o'sha davolana boshlaganimdan keyin o'zimga kelib, o'sha quyosh palatamizning derazasidan quyosh chiqib turardi va menga o'nglana boshlab hayotni qaytarib bergandek bo'ldi mana shu kunlar. O'shanda men o'zimni xuddi oppoq qog'ozdek his qilganman-da, shu kasallikdan chiqqanimdan keyin. Uyga ham o'sha mashinalar, transportlar yurmay qolgan edi. O'shanda piyoda ketgan edim va yozilmagan qog'ozday o'zimni tanamni his qildim-da, ya'ni ozib ketgan holatim bo'ldi va hayotim qaytadan boshlanganday bo'ldi 2020-yil. Bu kasallikka chalinganimda meni bitta narsa o'ylantirardi. Ya'ni uyda ayolim va kichkina farzandim 2018-yilda tug'ilgan. Ya'ni 2 yoshga ham kirmagan hali o'g'lim uyda qolib ketgandi-da ular. Va qishloqda ota-onam, singillarim, ukalarim va o'shalarni o'yladim-da. Ya'ni ularda ahvol nima kechadi, menga nimadir bo'lsa degan birinchi o'y o'sha edi. Masalan, o'zim haqimda juda ham kam o'ylaganman o'shanda. Ya'ni o'shalarni o'ylab va keyin qiladigan ishlarim hali ko'pligini o'ylab, ya'ni yozadigan narsalarim ko'pligini o'ylab, mana shu umidlar ham meni hayotga qaytardi deb o'ylayman.